Endi sizlar bilan hozir ikki xil narxlar haqida gaplashamiz. O'sha ba'zi mahsulotlarda narxlari ikki xil bo'ladi va uni nima uchun shunaqa bo'lishini men sizlarga tushuntirib o'taman. Masalan, men bu zontiklarga kiramiz. Bu zontiklarga mana qarab turgan bo'lsanglar, yana ichiga bitta kirsak, mana sizlarda narx ko'rsatib turgan 20,9 yuandan 23,9 yuangacha. Mana bu yonidagi oranjiviy to'q o'sha yozuvda ichidagi 19,9 yuan degani bu hozirda mana shu narxda skidkada turibdi degani. Xo'p, biz nima uchun bu ikkita narxligini bilish uchun mana pastda ko'rib turganinglardek kichkinagina rasmchalarda turgan zontikchalarning ustiga bosib kiramiz. Mana kirdik. Bu yerda masalan sizga ko'rsatyapti. Mana bu turi 19 yuan, mana bu turi esa 22,9 yuan turibdi. Mana bu yerda bu rangi 23,9 yuan. Ya'ni demoqchimanki, Xitoyda bu narsalarni masalan rangiga, ularni o'lchamiga, katta kichikligiga, oyoq kiyimlarni masalan katta kichikligiga, rangiga va ularni o'sha har xil nechta masalan ikkita yoki bir juft yoki ikki juft, uch juftligiga qarab mana shu yerda narxlar berilgan bo'ladi. Bemalol mana shunaqa ichidan kirib sizlar agarda juda tushunmasanglar tarjima nimasiga tashlab tarjima qilib ko'rib sotib olsanglar bo'ladi. Ikkita narx qo'yilishini sababi mana shunda. O'sha bu degani misol uchun mana bizda 20 yuandan 23 yuangacha bo'lgan mahsulotlar bor degani bo'ladi.